Оборот mablag'i deydi bizada 18 oylik muddat beradi. 26%dan. Hozir Agrobank ketibsiz. Agrobank. O'zi ipoteka bank deydi. Men Agrobank o'qiyman, shuning uchun taklif beryapman. Agar sizda bo'lsa, sizlar ipoteka bankdan kredit 20 million to'lasan, 20 ming dollaringiz olib bo'ladi. Hech qanday masala yo'q, kreditimiz ko'p tushadigan. Mahsulotini yozda sotsa, u pul ketsa bo'ladi. 18 oygacha olasiz. Bo'ladi shunaqa. Xiliga bor. Tashga ekamansiz, tashga bor. Makka ekamansiz. Faqat shu qilinadigan xarajatni 50 foiz olasiz. Savolim qator qarorlarni chiqarib qo'yganda. Ikkinchi savolim quduq masalasi. Hozir ta'kidlanishini aytyapsiz. Quduq qazib chiqqan nasos, mobil nasos chiqarib qisqasi какой-то joyga berasizmi? Subsidiya emas, bu kredit. Mezon miqdorda bu определенный vaqt. Quduq qilsa, quduq. Kalpilni emas, quduq qilsa. Quduq ekanki vaqtincha to'xtagan. Xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Fermer anchadan fermermisiz? Hozircha suvni ishlatyapmiz. Adashmasam 2022-yildan to'xtadi, adashmasam. Oldin 120 million so'mdan subsidiya berardi. Ham kreditdan beriladi. Hozir subsidiya bor, 120 million so'mgacha. Har metriga 600 so'mni qanchadir? Uni qiziqdi boka, uni akasini o'ziz yolingizdan hisobsizdan pul qilib, uni kapillik qilib, quduq qazib, uni parametriga to'g'ri kelsa, to'la berishyapti. To'g'ri kelmasa, shu 120 ming dollarga tushyapti. Bu narsani biz tushunib bo'ldi bu narsani. Quduq hammasi kapilni arashiga 32 ga reklaması 20 ming dollar, 120 ming dollar ketadi nasoslardan. Shuni qilib, agar shu parametr to'g'ri kelsa, shunda subsidiya berish